loyihalarimizdan biri bo'lgan USAT universitetiga biza Bittrex 24 tizimini joriy qilganmiz va bu yerdagi bir nechta muammolarni Bittrex tizimi va boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish orqali shu muammolarga yechim berganmiz. Buni bugungi case razborda ko'rib chiqamiz. Xo'p, biz ularga joriy qilishdan oldin ularda shu 4 ta muammo bor edi. Asosiy birinchisi bu ko'p narsa menejerlarga bog'liq bo'lib qolishi. Deylik, student, potensial student saytdan murojaat yo'lladi, o'sha apply qildi va bu shartnoma olish va boshqa etaplarga o'tishda menejerlarga bog'liq bo'lgan. Biz bu jarayonda bu muammoni hal qilganmiz va imtihon, ariza, shartnoma bu tizimlar hammasi bir-biridan uzilgan holatda ishlagan. Deylik, imtihon boshqa joyda o'tadi, arizani shu boshqa joydan topshiryapti, shartnomani boshqa joydan oladi va bir-birlariga bog'lash uchun juda ham ko'p vaqt talab qilgan. Xo'p, uchinchi muammo to'liq nazorat bo'lmagan, chunki tizim hamma narsasi sochilib boshqa tizimlarda bo'lgan. To'rtinchi asosiy muammo real vaqtda nima bo'layotganini ko'rib turolmagan rahbariyat ham, menejerlar o'zini gaplashayotgan potensial studentlar bo'yicha to'liq bu jarayonni biz raqamlashtirib Power BI tizimiga o'tkazganmiz. Xo'p, umumiy jarayonda qanaqa bo'lgan? Bizda bu tizimda Telegram, Instagram, Facebook, asosiy universitet sayti va Men talaba.uz va o'sha davlat test markazidan lidlar bizga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan. Bittrex yaratilgan. Agar shu jarayonda saytdan apply qiladigan bo'lsa, fakultet tanlab va yo'nalishni tanlab shaxsiy ma'lumotlarni kiritadigan bo'lsa, unda shu jarayonning o'zida onlayn imtihon ochilgan. Agar onlayn imtihonni o'tadigan bo'lsa, unga sразу shu vaqtda o'zida shartnoma avtomatik ravishda generatsiya qilingan va shartnomani yuklab olsa, biz har bitta qadamda Bittrexda shu statusni ko'rib turganmiz. Nima bo'layotganini, deylik, talaba shaxsiy ma'lumot to'ldiradigan statusga o'tgan. Agar imtihon boshlasa, imtihon boshladi. Imtihondan o'tdi yoki o'tmasa o'tmadi. Agar shartnomani generatsiya qildi, shartnoma olish knopkasini bosdi va yuklab olsa yuklab oldi, yuklab olmasa olmadi degan ma'lumot bizga kelib turgan bu onlayn. Va o'sha shartnoma olingan shartnomasini deylik u bankka bordi, bank orqali to'lov qildi. Bu adresda ko'ringan va bizning tizimda Bittrexga avtomatik ravishda update bo'lib kelgan, to'lov qildi degan statusga o'tgan. Mana shu statusga. Bu jarayonlar hammasini biz Power BI da umumiy dashbord qilib turib, qani nechta apply bo'ldi, nechtasi to'lov qildi, hammasini Power BI da dashbord qilib berganmiz va to'liq prozrachniyaga olib kelganmiz.